Sadoqat opa, yuzim juda ham xirlashib, tonalka sursam yotmayapti. Yuzimda mayda ajinlar paydo bo'lgan. Shunga nima maslahat bera olasiz? Aynan shu muammo bilan hozir 3 tadan 2 ta qizimiz murojaat qilishyapti. Tonalkam yotmayapti, yuzimda xiraliklar bor, mayda ajin ko'payib ketgan. Masalani tushunaman qizlar. Va bunga yechim bera olaman. Bu ham bo'lsa желтый peeling, ya'ni retinoloviy peeling bu eng zo'r, eng yaxshi samarali natija beradigan peelinglarimizdan bittasi. Albatta, podgotovka bilan yuqorida aytib o'tganimdek, muolaja bir haftada reabilitatsion periodi tugaydi va yuzingizda ya'ni porlab turadigan, nurni sochadigan yaxshi bir muolaja desam bo'ladi. Bu muolajamiz tabiiylikni saqlab qolgan holatda yoshligingizni o'zingizga qaytarib beradi. -5 yoshga bittada yosharasiz. Muolajamizni tugatib oldik. Muolaja hali yakunlanmadi. Bir hafta reabilitatsiya jarayoni. Bir haftada teri batamom yangilanadi va teringizda lifting, mayda ajinlar ketadi va teringizda sog'lom teri tus oladi. Sizga ham mana shu muolajamiz kerak bo'lsa, direktga yozasiz, sizga batafsil ma'lumot beramiz.